Andijon viloyati O'zbekistonning eng qadimiy va betakror viloyatlaridan biri hisoblanib, ko'p asrlar davomida bu hudud o'zining qadimiy ziyoratgohlari bilan mashhurdir. Bular orasida islom dinini O'rta Osiyo hududiga birinchi bo'lib olib kelgan arab sarkardasi Qutayba ibn Muslim maqbarasi munosib o'rin egallaydi. Ushbu joy Qutayba ibn Muslimning ramziy maqbarasi bo'lib, pastki qismida esa haqiqiy qabri joylashgan. O'rta Osiyoda islom dini tarqalishiga beqiyos hissa qo'shgan bu sarkardaning to'liq nomi Qutayba ibn Muslim al-Bohili bo'lib, kunyasi Abu Hafsdir. Yana bir eslatmani aytib o'tish joiz. Qutayba ibn Muslim sahoba emas, tobein bo'lganlar. Qutayba ibn Muslim qisqa vaqt ichida, ya'ni milodiy 710-715 yillarda butun Osiyoni fath etib, Xitoy imperatoriga elchilar yuborishgacha ulguradi. U qaysi shaharni zabt etsa, o'sha yerga masjid, madrasalar qurdirgan bo'lib, Moron nahridagi ilk masjid ham aynan uning boshchiligida Buxoro shahrida 712-yilda qurilgan va bugungacha saqlanib qolgan Samarqanddagi Hazrati Xizr masjidi hisoblanadi. Qutayba ibn Muslimning tug'ilgan yili noma'lum bo'lsa-da, uni milodiy 715-yilda o'ldirilganida yoshi 48daligi aytiladi. Qutayba ibn Muslim Andijon viloyati Jalaquduq tumani Qilichmozor qishlog'ida vafot etgan bo'lib, Mozorbo'y qabristoniga dafn etilgan. Hozirgi kunda bu qabristonda mahalliy hukumat va homiylar tomonidan obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Andijon haqida qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifalarimizga obuna bo'lib qo'ying.